Ay jonim chiqdim. Boramanmi? Yaxshi bor kelyapti, yaxshi ishlar kelyapti. Menga qaralaring. Kecha kelgan sovchilarning o'g'illari kelar ekan. Xafa qilmasdan jo'natlaring. Bu yoq o'xshasa to'y. Tushundilaringmi? Tushundim, ana xo'p bo'ladi. Yo'q, jonim senga emas. Boraman jonim. Cheta nimadir netovdi? Asal bola nimaga? Assalomu alaykum. Keldim. Va alaykum assalom. Kim? Hech kimni kutmayaptimi deydi? Kuyov bola kutadi. Ukasimisan? Men o'zimman kuyov. Qasamich? Qasamich. Prank qilsalar. Qanaqa prank? Men kuyov bo'laman. Ket. Ichki esa? 37. Seni ham shunaqa qilyapman. Yur. Kuyov ana. Ukasi kelibdimi, o'zi kelmabdimi? Akalar, men o'zim xohlab bunaqa tug'ilmaganman. To'g'ri tushuninglar. Sininglarni baxtli qilaman. Ha, yo'q, emas. Uzr. Akalar, sizlar kulayotgan bo'yi sininglar to'g'ri tushungan. To'g'ri qabul qilgan. Shirinmi degan? O'chiramiz, sendan qaytdi. Yolg'on bo'lmasa, sininglar bilan bir yildan beri gaplashaman. Endi olib bizani. Menga qara singlim. Men basharan nimasi bilan gaplashdim? 1 yildan beri orqadan yuramiz. Xato qilishni bo'lmaydi. Gaplashaveraylik. Aka, bizga sal to'g'ri kelmadi. Noto'g'ri tushunmaysiz. Akalar, men sizlarni uyingizga yaxshi niyatda keluvdim. Sizlar ustimdan kulib tashladinglar. Mayli akalar, yaxshi qolinglar. Kam, Labbay aka. shirin bola ekansan. Menga o'g'il bo'lmaysanmi? Bo'ldi, yop eshikni ketdi. Ha-da, restoraniga keldi. Restoran ham o'ziga o'xshagan yarim tega. Qarachovatda bitta bosh chiqib turibdi. O'sha bo'lsa kerak. Bo'ldi, xo'p, xafa qilmaymiz. Mani bo'lajak qaynakalarim xush kelibsizlar. O'zingdan katta odam kelganda turib kutib olmaysanmi? Turibman-ku. Ha, o'tir unda. Menimcha kecha sen bilan hamma narsani uzul-kesil qilib bo'ldi. Yoki-da bizani qo'rqib ketadi deb o'ylayapsan. Mana ikkita terexatniklaringdan. Terexatnik emas, terexatnikdir. Mana terexatniklar. Ha? Aka, men hech kimga ishonmayapman. Meni niyatim jiddiy. Agar siningizni o'zingiz bermasangiz, kerak bo'lsa o'g'irlab olib qochib ketaman. Men seni bunaqa gaplaringdan qo'rqib ketmayman. Lekin senga bermagan taqdirimizda ham sinimiz sochidan bir tola bosh to'kiladigan bo'lsa, Boshimiz soch. menga qara, sen nima ugrajat qolsa, ertalabgacha po'lat ko'rib chiqdingmi? Salla vapshi gap tushunmas ekan salla. Sanmiding xo'jayinim ustidan kulib tashlagan? Ha, dadam. Qo'lingizni ko'p dafskat qilmang. Akam bo'ladi. Sho'x bolaga o'xshaysiz. Borishingizni maslahat bermayman. Bo'ldig'inlaring. Men aytdim-ku, bular meni bo'lajak qaynakalarim bo'ladi. Menimcha ukam qaynaka deyishingga hali ancha bor. Qarang, nima o'xshaydi-ya? Uka, bo'yim yetmasa ham pulim yetadi. Yo'q ukam, hech qanaqa pul mansabing bilan meni ko'zimni shamg'alata olmaysan lekin. Akam to'g'ri aytadilar. Basharangni qaragan. Unaqa dema, shirin bola-ku. Sendan katta. Ular bilan gapim pishmadi. Menimcha adaylar bilan gaplashsam kerak. Mayli, adam bilan bitta gaplashib ko'r. Taqdir bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i to'y. Bizga ruxsat. Ukam, ana gapni bitta ayt. Qaysi? Oyoq kiyimini razmeri necha? 37. Ko'rdingizmi? Ishonadilar. Aytdim, jenskiydan keldi, detskiydan keldi. Dubay. Jonim, Dubay o'zimizdan sig'oyapti-yu. Alo. Menga qaralaring. Men ertaga Dubayga ketaman. Hozir Dubay sudi deysiz-ku? Yo'q, jonim, hozir to'xtang. Kuyov chaqiringlar, o'zim ko'rishaman kuyov bilan. Bo'ldi, ada. Ol chaqiramiz. Uzr. Kir yig'lama, bo'ldi. Buningga yomon kelmadimi? Yo'q. Bu adam oldilariga kelavergan. To'g'ri xonadalar. Hasan! Tilxilligini qara. Bu topolmaydi. Yur. Voy, asal bola, sen kim bo'lasiz? Yaqinda ko'chib keldinglarmi? Mana. Shu yarimta adam oyog'ida. Ada nima qilyapsiz? Mashkuku, 26 yosh bola bu. Uzr, men qo'shnining bolasi deb o'ylayapman. Alo, o'tirsam bo'ladimi? Bo'ldi, hal qilamiz. Terexatniklarning qani? Yo'q. O'tirchi gaplashamiz. Hozir nima deding hozir? Endi o'g'lim, men bo'yi bastiga qarab odamni. Qarang. Alo. Xo'p, o'g'lim, mahrga nima bera olasiz? Restoranim bor, kichkinaroq. Kichkina emas, yarimta. Sotuv bor ekan kichkina bo'lsa ham.
Klient kirib kelaveradi ochiq bo'lsa. Opang bormi, opang? Ha, bor. Qolingchi. Bor yo'q. Endi qizimni ko'zidan bir tomchi yosh oqish kerak emas. Qizimni paypaslar taqilganman. O'chirib turman buni. Chiroyliroq chiqsin dedim-da. Nasib qilsa qizimni to'ydan Qarman. Alo. Ha, juda men senga hal qilamiz dedim-ku bu. O'zingdan katta odam gapiryotganida hech qachon gapini bo'lmagan. Sen menga rahmat de. Nega? Ashiringga otmaganimga. Qo'y bolam, xafa qilma. Telefonni tuzattirib bergan. Xotirami chiqib ketguninggacha tuzattirib beraman. Aka, mana telefon qanchada tuzatib berasiz? Aka, shoshilmasdan ishimni sifatli qilib bitirib beraman. 1 soatda tayyor bo'ladi. 200 ming so'm bo'ladi faqat. Aka, menga tezroq qilib bering, 2 barobar qilib beraman pulingizni. Bo'ldi aka, tezlashtirib qilib beraman. Menga ortiqcha pul kerak emas. O'zim pulimni bering, 400 mingni bo'ldi. Gap yo'q. Yomon hazil qilgansiz. Hazilmidi? Ha. Vobshe yemadi. Tez qiling. Bo'ldi, aytib qo'ydim. O'zingga o'xshagan yarim soatda tayyor bo'lar ekan. Bo'ldi, qilgani ustidan kulishdi. Bu bola menga yoqib qoldi. Bo'lg'isi kuyov. 4-qismda to'y bo'ladi.